Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Mana shu bizning yo'nalishda shu sovuq kunlarda ko'chalarda turib, bolam, chaqamni, uyim, joyimda tirikchilik qilayotgan shu mashinaning orqasidan bir ikki so'm foyda qilaman deb yurgan okajonlarim. Hammanglarning ishingizga Alloh barokatli yog'dirsin. Xudo xolisa mana bugun ofisimizga mana dadam keldilar, begona emaslar. Oldingi safar bitta mashina olib ketganlar. Bu paytda men yo'q edim. Olib ketdi. Xudo xolisa bugun kelib yetuvdilar. O'zim juda ham xursand bo'ldim. Qayta kelishingiz sababi nima, dada? Surxondaryodan. Bu ishonchli. Surxondaryodan keldingiz. Ha, Surxondaryodan kelgan. Qayta yana bizdan mashina ishonchli. Ham barakali. Qanaqa servis ko'rsatishdi bolalar? Har bitta gapiniga javob berdimi ish qilib? Etilgan vaqt, etilgan kuni, etilgan soatida. Aytgan vaqtida. To'lovlarga qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q. Yaxshimi? Yaxshi. Baraka topdingiz mashina olib, umringizdan baraka toping dada. Sizdagi insonlarning duosini olishimiz kerak. Duo qiling bizani. Amin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hammamizni nima niyat qilamiz, niyatimizga yetsin. Sizlarga ham omad, katta rahmat sizlarga. Bo'lajak huzurini ko'ring, ko'jon. Amin. Xalqqa nima yordam qilsangiz katta rahmat. Alloh akram, ishlaringiz rivojini bersin. Men Xudo xolisa 2 yilga yaqin Surxondaryoning nonini yeganman. Men o'sha yerda xizmat qilganman. Non tuzliklarni ichganman. O'sha Denovni cho'ponchalari bormi, boshqasi bormi? Xullas, nima deydi? Juda bir mehmondo'st, qalbi toza. Oldinga borsang oyog'ing tagiga tarvuz emas, qo'y so'yadigan insonlar deb. Shunday. Qo'y topolmasa echkini ham bosib urishadi. Voy, maza qilasiz keyin. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xudo xolisa bunisini endi men sizga Xudo xolisa qilamiz, osonroq qilib, Xudo xolisa unaqa haligi ko'p kun emas. 15 kunda Xudo xolisa shu labuni olishga labz beramiz. Xudo xolisa avvalambor Xudo. Qolaversa biz endi bitta sababchi bo'lib qolamiz. Inshaalloh nasib shu mashinani minasizlar, yaxshilikka, barokatli bo'lsin. O'sha topayotgan pullaringiz oilangizga, to'ylaringizga, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin dedi. Navaralaringiz rohatini ko'ring. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Biz rozi. Joningiz sog' bo'lsin. Ofisimizda kutamiz hammanglarni. Xudo xolisa mana dadamga o'xshab pir va davlat insonlar, akalar, ukalar. Mashinani sevadigan, mashinasi yo'q. Kelavringlar, bir narsa qilib hal qilamiz Xudo xolisa. 50 so'm, 100 so'm mayli bir narsa bo'lar. Ana shu bozorda faoliyatni boshlaganimizdan beri haligacha ham davom etyapti. Adresimizni ko'pchilik topa olmayapmiz degan o'sha kommentariyalarda yozishdi. Ana endi sizlarga ko'rsatib mana bozor Toshkent Index bozoriga kelsanglar, mana shunday kelsanglar, Index Auto Motors mana ko'ringlar. Tepani ham ko'rsating. Lokatsiyaga Y3 blok, mana Y3 deb yozasizlar lokatsiyaga. Toshkent Index ko'p tarmoqli savdo-sotuv bozori Y3 blok. Ya'ni navigatorlarda ham biz qo'yganmiz. Navigator mana mashitga olib keladi. Navigator Index Auto Motors deb yozsanglar, mana shu ish bizani tagigacha olib kelib qo'yadi. Google'danmi, Yandex navigatordanmi, Index Auto Motors deb yozsanglar, ish bizani tagigacha olib kelib qo'yadi. Endi yana bitta ajoyib yangilik bilasizlar, endi yaxshilikni baribir o'zimizga nima deydi, tavsiya qilingan narsani, yaxshilikni sizlarga ham tavsiya qilamiz. Dilmurod ukam, men sizdan bitta narsani iltimos qilaman, bitta xizmat bor. Hozir avtosalonga borasiz. O'sha qo'yilgan bizi mashinalarni, o'sha Onyx mashina, Labo, Damas, shularni bir chiroyli qilib yoritib bersangiz. Xudo xolisa, hamma narsani tushuntirib beramiz. Bo'ldi. Dilshod akam ozgina shoshilib turibdilar. Bitta narsani ham ko'rsatib qo'ying Dilshod aka, men kulib yordim hozir. Bitta ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Juda ham qattiq shoshildim. Juda ham shoshilyapti. Paypog'imni cho'nchagimga solganman, yangi paypoq. Hattoki yo'lma-yo'l almashtirib, kiyimni almashtirib ketyapman, syomkam bor edi. Juda ham shoshilyaptilar. Biz sizlarga avtosalonga borib, avtosalonda nalichida tayyor hamma mashinalar haqida biz to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Ajoyib o'ynagan serialim, komediyani uni keyin televizorda ko'rib olasizlar. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan, O'zbekistonning barcha viloyatidan bizani ko'rib turganlarga, musofirda yurgan, chet davlatlarda yurgan aka-ukalarimizga ham hammaga assalomu alaykum deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Bugungi ko'rsatuvimizda rassrochkaga qanaqa mashinalar beriladi va
hozir bugun 2026-yil 2-fevral holatiga ko'ra qanaqa mashinalar avtosalonda mavjud va sizlarga hamma to'liq ma'lumotlarni ipidan ignasigacha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib borsanglar hamma to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Xo'p, bugun 2-fevral 2026-yil holatiga ko'ra avtosalonda mavjud mashinalar Onix va Tracker mashinalar mavjud. Qolgan mashinalarni to'lov asosida kutib olinadi. Ya'ni-da Tracker mashinasidan boshlaymiz. Trackerni faqatgina LS pozitsiyasi nalichida yo'q, uni kutib olinadi. Ya'ni-da to'lab qo'ysanglar 15 kun, 20 kun davomida LS pozitsiyasi chiqib keladi. Xo'p, rassrochkaga aytib o'taman, LS 30% ni to'laganlarga rassrochkaga 0% bilan chiqib boradi. Ya'ni-da 30% ni to'laganlarga hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 72 million olib kelsanglar, hamma xarajatlari ichida bo'ladi. Haydab ketishinglar bilan 30 oy davomida 5 million 150 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da bu LS pozitsiyasi. Ya'ni bu nalichida yo'q, to'lab qo'ysanglar 15 kun, 20 kun davomida chiqib keladi. Qolgan pozitsiyalarni hammasi nalichida tayyor. LTZ pozitsiyasini aytib o'taman. LTZ pozitsiyasiga hamma xarajatlari ichida, sug'urta, pug'urta hamma xarajatlari ichida 79 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovinglar, e'tibor beringlar, 30 oy davomida 5 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni bu LTZ pozitsiyasiga, rassrochkaga 0% bilan. Premier pozitsiyasini aytib o'taman. Premier pozitsiyasiga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 88 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovinglar 30 oy davomida 6 million 360 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi Redline pozitsiyasini aytib o'taman. Ya'ni Trackerning eng full pozitsiyasi Redline pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga 92 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovinglar 30 oy davomida 6 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da rassrochkaga 0% bilan. Ya'ni-da LTZ, Premier, Redline'ning hamma ranglari oq desanglar oq, qora desanglar qora, ertalab kelganlar Index Avtomotors tomonidan bizani ofisimizda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. Hamma ishlarni biz o'zimiz hal qilib beramiz. Bizda xizmat ko'rsatish, avtosalon emas o'rtoqlar. Hamma ishlarni hal qilib beramiz. Ertalab kelganlar bizda kechga haydab ketadi. Ya'ni-da bitta LS pozitsiyasidan boshqa LTZ, Premier, Redline pozitsiyalari nalichida tayyor. Ertalab kelganlar kechga haydab ketadi. Endi 12 haqida ma'lumot beraman. 12 hamma pozitsiyasi nalichida tayyor. Oq desanglar oq, qora desanglar qora, hamma pozitsiyasini xohlagan ranglarda qilib beramiz. Ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketishadi. 12 mexanika korobkasidan boshlaymiz. Ya'ni eng prostoy birinchi pozitsiyasidan boshlaymiz. LS pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan, sug'urta, pug'urta haydab ketishinglar bilan 58 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi e'tibor beringlar, bu 3 yilgacha chiqadi. 36 oy davomida 3 million 440 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da mexanikaning super pozitsiyasi bo'ladi. Super pozitsiyasida mexanikamizning nimalari bo'ladi? Ya'ni-da super pozitsiyasida monitori kattaroq bo'ladi, magnitofon monitori. Ya'ni-da sidenka podogreplari bo'ladi. Ya'ni-da orqasida zadniy kameralari bo'ladi. Uni boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 61 million so'm kerak bo'ladi. Haydab ketishinglar bilan hamma xarajatlar ichida 3 yil 36 oy davomida 3 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da rassrochkaga 0% bilan. Endi LTZ pozitsiyasini aytib o'taman. Ya'ni-da LTZ pozitsiyasi qanaqa bo'ladi? U avtomat korobka bo'ladi. Faqatgina uni tepada lyuki bo'lmaydi. Hamma xarajatlar ichida boshlang'ich to'lovga haydab ketishinglar bilan 66 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovinglar 3 yilga 36 oy davomida 3 million 880 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Rassrochkaga 0% bilan. Endi Premier pozitsiyasini aytib o'taman. Ya'ni-da Premier pozitsiyasi full bo'ladi, uni lyuklari bo'ladi. Uni boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan
73 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil 36 oy davomida 4 million 310 ming so'mdan bankka to'lab borishlar kerak bo'ladi. Endi redline pozitsiyasini aytaman, ya'nida 12si en full pozitsiyasi redline pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan 76 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil 36 oy davomida 4 million 485 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni 30% ni to'lab olsalar, rassrochkaga 0% bilan olsalar. 12si hamma pozitsiyalari nalichida tayyor. Index Avtomotors tomoniga murojaat qilsanglar, ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketishadi. Ya'ni xohlagan ranginglarda topib ishlarni hal qilib beramiz. Endi Damas'lar haqida ma'lumot beraman. Ko'pchilik Damas, Labo haqida ma'lumot bering deb yozishyapti. Vaqtida bizdan ko'pchilik mashina xarid qilishdi, hamma ishligisini hal qilib berdik. Ertalab kelganlar kechga mashinasini hal qilib berib, olib chiqib ketishdi. Damas Labo'li hozir nalichida yo'q. To'lov qilsangiz shu 15 yo 20 ish kunida hozir chiqyapti. Chunki ochir juda ham katta bo'lib ketdi, talab juda ham katta. Ayniqsa Labo'ga, Damas Labo'liga shu to'lov qilsangiz shu 15 yo 20 kun ish kunida chiqyapti o'rtoqlar. Damas haqida ham ma'lumot beraman. Damasni 50% ni to'laganlarga, ya'ni rassrochkaga chiqadi 0% bilan. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 50 million so'm olib kelsanglar, oylik to'lovi 22 oy davomida 2 million 200 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da rassrochkaga 0% bilan. Boshlang'ich to'lovga 50 million so'm olib kelasizlar, oylik to'lovinglar 22 oyga 2 million 200 ming so'mdan to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi ko'pchilikda 50% pul bo'lmasligi mumkin. Hammada sharoit har xil. Buni ham avtokredit formatini aytib o'taman. Eng kam bosh to'lovga 23 million so'm olib kelsanglar, oylik to'lovinglar 3 yil 36 oy davomida 2 million 700 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da bu avtokredit bo'ladi. Bankka 15% li kredit foizi bo'ladi. Ya'ni-da 36 oy davomida 2 million 700 ming so'mdan to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Bu avtokredit bo'ladi. Ya'ni-da 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini oladi, 2 yilda yopsanglar 2 yillik foizini oladi. Avtokreditga olgandan keyin qancha tez yopsanglar, shuncha o'zingizga yaxshi bo'ladi. Endi Labo haqida ham ma'lumot beraman. Laboni ham 50% ni to'laganlarga, ya'ni rassrochkaga 0% bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 50 million so'm olib kelsanglar, oylik to'lovi 22 oyga 2 million 190 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da rassrochkaga 0% bilan. Buni ham eng kam bosh to'lovi bilan aytaman, ya'ni-da avtokredit formatini, hammada ham 50% puli yo'q, hammani sharoiti har xil. Buni ham avtokredit formatida eng kam bosh to'lov 23 million so'm olib kelsanglar, sug'urta, pug'urta, hamma xarajatlari ichida bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil 36 oy davomida 2 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da buni ham dasrochniy pogashinasi bo'ladi. 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini oladi, 2 yilda yopsanglar 2 yillik foizini oladi. Boshlang'ich to'lovga 23 million so'm, oylik to'lovinglar 3 yilga olsanglar 36 oy davomida 2 million 600 ming so'm, 2 million 690 ming so'mdan to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi ko'pchilik Cobotlar ham haqida ham ko'pchilik so'rab yozishyapti. Afsuski hali Cobotga rassrochkalar ochilmagan. Aka-ukalarimiz, qadrli yurtdoshlarimiz, hozir ya'ni-da kimda kim Cobot besprabeg olayotgan bo'lsa, hammaligisi foizi bilan olishyapti. Chunki hali Cobotlarga rassrochka ochilmagan. Cobotlarni ham birlamchi so'moy avtokreditda chiqarib beryapmiz. Ya'ni-da Cobot Style MCM pozitsiyasini. Ya'ni-da bu Cobot MCM pozitsiyasi davlat narxi 156 million 100 ming so'm turadi, davlat bahosi. Buni 3 yillik va 5 yillik grafikini hozir sizlarga aytib o'taman. 3 yillik grafikdan boshlaymiz. Hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 44 million so'm kerak bo'ladi. 3 yil davomida 4 million 593 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da bu avtokredit bo'ladi. Cobotga rassrochkalar ochilmagan. 5 yillik grafikini xohlayotganlarga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan 46 million so'm kerak bo'ladi.
Oylik to'lovi 5 yil, ya'ni 60 oy davomida 3.368.000 so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni-da bu somovoy avtokredit, valyutniy avtokredit emas o'rtoqlar. Dollar 20.000 bo'ladimi, 30.000 bo'ladimi, bu sizlarga qizig'i bo'lmaydi. Chunki bularni oylik to'lovini so'mda to'lab borasizlar. Ya'ni-da bosh to'lovini ham so'mda to'laysizlar, oylik to'lovini ham so'mda to'lab borasizlar. Bu somovoy kreditda sizlarni nomingizga YTT, yakka tadbirkorlik, MChJ firmalar ochilmaydi. Sizlardan ish haqqi, spravka, dohodlar so'ralmaydi. Sizlardan kredit istori tarixingiz toza bo'lsa bo'ldi. Hamma ishlarni o'zimizga hal qilib beramiz. Istori tarixingiz toza bo'lsa bo'ldi. Bitta pasport bilan hamma ishlarni hal qilib beramiz. Bizlarni kuzatib borayotganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Bu like nimaga kerak ekan? Bu like bizani videomiz sizlarga o'xshagan aka-ukalarimizga yetib borishlik uchun. Ya'ni-da shu videomiz keng ommaga tarqalish uchun shu bitta dona sizlarni laykinglar kerak bo'lar ekan. Bizani kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, bizani kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki Index Avto Motors tomonidan hamma yangiliklar, hamma to'liq ma'lumotlar bizani kanalda kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bizani kanalga obuna bo'lib qo'ygan, obuna bo'lib qo'ymaganlarga ham hammaga rahmat deb qolaman. Yana ko'rishguncha deb qolaman. Bizani Index Avto Motors vazifasi nima u? Bizada xizmat ko'rsatish o'rtoqlar. Xizmat ko'rsatish nima u? Bizani, ya'ni-da bizani ofisimizda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. Sizlar u yoqqa borib, bu yoqqa borib yurmaysizlar, hamma ishlarni biz o'zimizga hal qilib beramiz. Ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Nalichda bor mashinalarga. Agarda to'lov qilib ketadigan bo'lsanglar, o'sha etilgan kunlarda xudo xolasa chiqib keladi. Ya'ni-da Index Avto Motors nima vazifani bajaradi? Sizlarni og'irliklarni yengil qilib beradi. U yoqqa borib, bu yoqqa borib yurmaysizlar. Shu yerga bizani ofisimizga kelasizlar, choy, kofe ichib o'tirasizlar. Hamma ishlarni biz o'zimiz hal qilib beramiz. Mana navbatdagi mijozimiz bilan kichkinagina suhbat uyushtiramiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Index Avto Motorsga xush kelibsiz, tog'a. Assalomu alaykum. O'zbekistonning qayerdan keldingiz aka? Samarqand Ishtixon tumanidan. Ishtixondan keldik, Samarqanddan. Bizani qaysi kanallarda ko'rdingiz? YouTube'dami, Instagram'dami? YouTube'da ko'rib, qiziqib qoldim. Meni kelib xabar olay deb kelgandim. Bir yo'la to'lab ketyapman. 15 kunda chiqarib berishadi deyapsiz. Xudoga ishondik. Xudo xolasa. Ishonchli ekan. Bizani ko'rib turganlarga nima deysiz? Mana muomalasiga gap yo'q ekan. Bank xodimi ham shu yerda ekanmi, Bank xodimi ham hammasi yugurlar bo'lmadimi? Hamma ishingizni bolalarim bitirib berdi. Bari mana sharoit yaxshi ekan. Haqiqatan ishonsa bo'ladigan nima deymiz, kompaniya deymiz. Xudo xohlasa xizmat ko'rsatish bizani. Hamma ishlarni biz o'zimizga hal qilib beramiz, xizmat ko'rsatish. Haqiqiy dehqonlarga kelib to'g'ri tushuntirib beradigan yigitlar ekan, mani xudoga rahmat. Mana shunaqa kelib turing. Xudo xohlasa 15 kundan keyin yana ko'rishamiz, xudo xohlasa. Hozir Labola Damazda ozgina tanqisroq bo'lib qolgan. Bir hafta 10 kun oldin ham ertalab kelganlar kechqurun haydab ketyapti. Mana akamizga ham tushuntirdik telefonda, birinchi 15 kunda olib chiqib ketasiz deydi, xudo xohlasa. 15 kundan keyin yana tog'amdan intervyu olamiz. Mashinani olib chiqib ketayotganlarida. Xudo xohlasa nasib bo'lsin. Mana navbatdagi xaridorlarimiz bilan ozgina bo'lsa ham suhbat qilamiz. Hozir mana bitta akamiz Surxondaryodan kelganlar, bitta akamiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan kelganlar. Avvalambor assalomu alaykum hammanglarga. Birinchi akamizdan boshlaymiz, Bo'stonliqdan kelganlar. Aka, bizani qaysi kanalda ko'rib keldingiz aka? YouTube'da ko'rdim sizlarni. YouTube orqali ko'rib keldingiz aka. Mana hozir bizani ko'rib turishibdi YouTube orqali. Bizani ko'rib turganlarga nima deysiz aka? Yaxshi ekan, yugurlari yo'q, tez bitdi ishimiz. Aha. Bu yoqqa bor, bu yoqqa borlar bo'lmadimi aka? Yo'q, yugur yo'q. Hamma ishingizni o'zimizga hal qilib berdik. Bank xodimi bizani ofisimizda sizga xizmat ko'rsatar ekanmi aka? Ha, ko'rsatar ekan. Bizani ko'rib turganlarga nima deysiz? Kelishsinmi aka? Ishonchli ekanmi? Olinglar, ishonchli ekan. Yaxshi, ishinglarni tez hal qilib berishar ekan. Rahmat akajonim. Hozir bular akamiz Damas zavoddilar. Damasni telefonda tushuntirdik. 15 kun 20 kunga kelishdik aka, xudo xolasa. Damaslarni olib chiqib ketayotganda ham 15 kunlardan keyin xudo xolasa Damasni oldida ham xudo xolasa xalqimizga ko'rsatamiz. To'lab qo'yilyapti, 15 kunda chiqyapti. Bu akamiz mana Surxondaryodan kelganlar akamiz. Surxondaryoning qayerdansiz aka? Surxondaryoning Sherobod tumani Uzunsoy mahallasi Xatar qishlog'idan men.
Bizani qayerda ko'rib keldingiz aka? YouTube'da и Instagram'da ko'rib keldim. YouTube'da ham borsiz, Instagramda ham Telegram borsiz. kanalingizda ham borman. Hamma kanallarimiz. Ha, 2025-yil may oyidan beri kuzatib boraman sizlarni. Bizani eski obunachilarimizdan ekanlar. Ha, shunaqa. Hozir labo olyaptilar, hozir akamiz. Ha, shunaqa. Bizani ko'rib turganlarga nima deysiz aka? Ishoninglar, kelinglar, hammasi nima? Toza, sofdil yigitlar hammalari. Aha, Ishlari yaxshi. rahmat aka. Hech qanday yugursiz, hamma ishimiz joy-joyida hal bo'lyapti. Keyingi safar nasib endi 15 kunda kelasiz deyaptilar. 15 kunda kelib mashinada minib ketayotganimizda ham Topshiramiz aka. nasib bo'lsa. Bu akamiz labo olyaptilar. Bularga ham Surxondaryodan to'g'ri bu yoqqa keldilar Toshkentga. Bularga ham to'g'ri tushuntirdik. 15 kunda laboyingiz xudo xolasa haydab ketasizlar. Mana hozir to'lovlarni qildilar. Shartnomani bank bilan tuzdilar. Hozir mana uylariga kuzatib qo'yamiz. Xudo xolasa 15 kun ichida akamizni labolari chiqqanda yana bitta syomka qilamiz, xudo xolasa. Akalar, yaxshi yetib olinglar. Uydagilarga salom aytinglar. Sog' bo'linglar. Hammanglarni Index Avtomotors'da kutib qolamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim, radnoylarim. Xudo xolasa mana Allohning inoyati bilan, izni bilan, o'zining chaqirig'i bilan safarga chiqdik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Alloh uchun men sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. Mabodiy kor tilim bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xolasa borgandan keyin hammanglarni haqqingizga duodamiz. Duoy salomlaringlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib qo'yaman, xudo xolasa. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr hammanglarni. Hammanglarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Sizlardan meni boshqa yaqinim yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin hammanglar.